10 yil oldin sayohatga borgandim. O'sha joyda Sitsiliyalik, ya'ni italiyalik bir keksa erkak inson bilan tanishib qoldim. 60-65 yoshlarida. U ham sayohatga kelgan ekan. Va fursatdan foydalanib, mentalitetga qiziqqanim uchun farzand tarbiyasi haqida savol berdim. Aytdimki, qarang, bizni jamiyatda ota-onalar farzandini o'qishga olib kirib qo'yishadi, uylantirishadi, uyli joyli qilishadi, mashina ham olib berishadi. Agarda 10 ta farzand bo'lsa, 10 tasini ham shunaqa qilishadi. Va afsuski, na o'zlari yashashadi va o'sha farzand ham tayyor hamma narsa bo'lganligi uchun asl iste'dodi nimada, o'zini qobiliyati nimada ekanligini bilmasdan o'tib ketish ehtimoli katta dedim. Shunga siz qanaqa qaraysiz va sizlarda qanaqa degan savol berdim. Aytdiki, men siznikini muhokama qilmayman, ammo o'zingiz sravnivать, ya'ni o'zingiz qiyoslab ko'ring dedi. Meni 3 ta o'g'lim bor va har bitta o'g'lim hozirda muvaffaqiyatli. Bir o'g'lim Shvetsiyada stomatolog, ikkinchi o'g'lim Amerikada tadbirkor, uchinchi o'g'lim bizda Italiyada advokat va hammasi o'zi uylangan, o'zi mashinali bo'lgan, o'zi uy olgan. Va ular ayolim bilan menga hozirda har oy 2000 dollardan umumiy 6000 dollar har oy jo'natishadi. Oylik meni pensiyam o'zimga yetsa ham ular qo'ymasdan jo'natishadi. Menimcha bizga minnatdorchilik sifatida qilsa kerak. Va biz bo'lsak, mana shunaqa mazza qilib, sayohatlar qilib yashayapmiz dedi. Buni siri nimada degan savolimni juda ham ajoyib javobini men qarshi oldim o'sha insondan va buni javobini, o'sha ularning tarbiyasini javobini video davomida sizga aytaman. Hurmatli ota-onalar, Xorazm viloyati Urganch va Gurlan shaharlarida ikkita nuqtada Omon School nomli xususiy maktab qabulni boshladi. Tibbiyot va biznesga ixtisoslashgan. Farzandlaringizni bemalol olib kelishingiz mumkin. Omon School xususiy maktabi 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan bolalarni qabul qiladi va ertalab 8 dan kechki 6 gacha 3 mahal ovqat, o'qish darslari, hamma narsa, hattoki dunyoqarashni o'stiradigan fanlarni ham mana shu maktabda farzandingiz o'zlashtiradi. Eng asosiy joylaridan bittasi, agarda uyingiz qanchalik uzoq bo'lishidan qat'iy nazar, bu maktabda transportirovka, ya'ni avtobus bor, o'zi olib keladi va olib ketadi. Fanlardan tashqari har bitta farzand bilan Omon Schoolda psixologlar va mutaxassislar birga ishlaydi va farzandingiz 8-sinfga yetib kelganida uni salohiyati va qiziqishlaridan kelib chiqib, tibbiyot yoki biznes sohasiga yo'naltirishga yordam berishadi. Sizlar bilan birgalikda albatta. Va sizga yoqadigan ajoyib joylardan bu maktabni tugatgan o'quvchiga repetitorga sarmoya qilish shart emas. Nimaga deganda, bu maktabni tugatganidan keyin unda allaqachon SAT, IELTS va xalqaro toifadagi sertifikatlarni olishga salohiyati yetarli bo'ladi. Chunki o'qituvchilar doktorant va chetdan kelgan ekspatlar dars beradi. Maktab bilan tanishish davomida uni asoschisi bilan ham shaxsan yaqindan tanishdim va sizlarga men ishonch bilan farzandingizni Omon School xususiy maktabiga olib kelishingiz mumkin deya ayta olaman. Sitsiliyalik amakining tarbiya siriga qaytamiz. Uni aytishi bo'yicha, agarda men farzandlarimga hamma narsani shay qiladigan bo'lsam, ular katta bo'lib muvaffaqiyatli bo'lmasligi mumkin va ular baxtsiz bo'lsa, ularni baxtsizligiga biz ham ayolim bilan sherik bo'lishimiz mumkin dedi. Bizni qilgan ishimiz esa 22-20 yoshigacha farzandlarimizni ilmiga sarmoya qildik. Qo'limizdan kelgancha ularga tarbiya berdik. Eshiklarni ochib qo'yib, hayotingizni o'zingiz quring degan gaplarni aytdik. Natijada ular o'zlari qoqildi, urildi, muvaffaqiyatga erishdi, baxtini ham topishdi. Biz esa mana shunaqa orolda dam olib, ularning baxtiga sherik bo'lib yotibmiz dedi.